Dorilaringiz vaqtida iching. Operatsiyangizga albatta pul topamiz. Axir sizni menday o'g'lingiz bor, oyijon. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Ahmoq, suhbatga shunaqa kiraman menda. Voy. Sen hammasini udalaysan, oying uchun. Kechirasiz, bitta ahmoq deb. Oho, Xotlanch xonim o'zlari-yu, ishxonada ham xuddi hayotdagidek mehribonsiz deb umid qilaman. Manam. Ish tajribingiz 2 yil. Nimaga ishdan bo'shadingiz? Men bo'shamadim. Kompaniya yopilib ketdi. Qaqqa borsam muammo orttiraman deng. Voy, nimaga ekan? Men yopmadim, o'zi yopilib ketdi. Ahamiyatsiz. Siz ishga qabul qilindingiz, faqat ikkita shart bilan. Birinchisi, ertalabki uchun meni kechirasiz. Ikkinchisi, har kuni obedda menga bittadan Xotlanch olib kelib turasiz. Kelishdik. Bir kechaga qiz topish shunchalik qiyinmi? U shunchaki ota-onamni oldida sevgan qizimni rolini o'ynab bersa bo'ldi. Yasmin ham o'sha yerda bo'lar ekan. Nech pul desa ham beraman. Oyjon. Nech pul desa ham beraman dedim, ha? 70 million. 70 million. Ota-onamni oldirasan meni? Bilaman, xotining bo'lib berishim kerak. Lekin ko'rinishing. Unisidan xavotirman. Kedirem bu akşam, kedirem gülüm, gidirem gülüm, üzün solacak sensiz. Ketdikmi? İlyos, bu yoqqa. Darhaqiqat. Voy, mana nimaga ovolding? Mani qornim tez ochadi, bu mani perekusim. Mani uyimda och qolmassan. Buni senda kim bo'ldi? Jilmay. Anchadan beri tanishmisizlar? Ha? O'g'lim, qizimiz xazina olib kelibsiz-u? O'g'lim sizga yoqadimi? Haligi bo'lsa, bir oydan keyin to'y. Nima? Nima qilamiz kutib? Keyingi hafta qilib yuboraylik. Bo'pti. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't. Anchadan beri tanishmisizlar? Ha? O'g'lim, qizimiz xazina olib kelibsiz-u? O'g'lim sizga yoqadimi? Haligi bo'lsa, bir oydan keyin to'y. Nima? Nima qilamiz kutib? Keyingi hafta qilib yuboraylik. Bo'pti. Ixtiyor o'zingizlarda. Buncha go'sht nima bo'ladi? Voy, uzunmi? Yoqdimi? San! Ey, baqirma. Sekin. Jinimisan? Bir haftadan keyin to'ymush. Bunaqaga kelishmagandik. Bormanglar. Voy, nikoh uzugimi? Endi uzuvsiz kelin-kelin oyi. To'ppa-to'g'ri. Qani, ol, taqib qo'y. Uzuv. Bo'la qol. Ha, taq, bo'la qol. Tirjay sevdi. Tirjay. Onasi? Labbay. Onasi. To'yxonani gaplashdim. Hozir o'sha yoqqa boraman. Voy, sal shoshib qo'yibsiz-da, ada. Hech Nima shoshmadim-da. deysan? Nimaga shoshib qo'yadi? To'y bo'ladi, tushundingmi? Shoshmang dadasi, men ham siz bilan. Assallarim, bir-biringizga uzukka ko'z qo'ygandek yarashib turibsizlar, shakarlarim. Bo'ldi. Jonim og'riyapti, bo'ldi. Bunaqaga kelishmagandik yo'q. Hop, bir oydan keyin qon yorib qoladi, keyin boshing og'riydi, iching ketib qoladi. Biror narsa o'ylab topamiz. Bu ketishda men seni 200 million qo'shib beraman. o'ldirib qo'ymasam bo'ldi. Nimani qidiryapsan? Men buni ichidagisini. Qani? Men qatdan bilaman. Poyloqchimanmi? Meni qornim ochsa jahlim chiqadi. Balki jahling chiqsa qorning ochar. Menga qara. Boyguncha bo'yni o'stirsang bo'lmasmidi? Bakana. Befarosat. Chiqish naryoqda. Ey, bilaman. Nimadir bir-biriga to'g'ri kelmayapti.
Mahmud, Ilyosni sevgan qizi Sevdini yaxshilab o'rgan. U haqida hammasini bilishni xohlayman.